Ralli chempionatlarining haqiqiy qiroli qorda ham, qumda ham yo'lni yozadi. Simmetrik to'liq tortuvchi tizimi bilan raqiblarini ortda qoldirgan. Subaru Impreza. 1992-yil Subaru ralli dunyosida qirol bo'lishni xohladi. Shu orzu natijasida Impreza tug'ildi. Yengil, tez va to'xtamas qudrat. Uning qonida simmetrik AWD tizimi, yuragida esa past markazli boksyor motor. Bu kombinatsiya burilishlarda shamoldan ham tez, to'siqlarda esa tankdan ham mustahkam. Debyutdanoq u raqiblarini larzaga soldi va trassalarda o'z davrini boshladi. Uning shakli shamolni yorib o'tish uchun ishlangan. Past profil, keng arkalar, orqa spoiler, har bir chizig'i aerodinamik samara uchun ishlangan. Uning boksyor dvigateli past markazli, og'irligi va mukammal balansi burilishlarda maksimal barqarorlikni beradi. Unda ralli uchun ishlangan 2 litrli turbo motor 0 dan 100 gacha 4,5 sekund, 300 dan ko'p ot kuchi bilan yo'ldagi har bir raqibini hech shubhasiz ortda qoldiradi. Subaru Impreza WRX 1992 ralli maydonlaridan to'g'ridan-to'g'ri yo'lga tushgan birinchi jangchi. 2 litrli turbo motor, to'liq private va chempionat ruhi. Subaru WRX CTI 2000 chin muxlislar orzusi. 2 litrli turbo motor, 280 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 4,9 sekund, qattiq suspenziya va rallidan ilhomlangan ayri paket. Subaru WRX CTI Hatchback 2007 2,5 litrli turbo motor, 300 dan ko'p ot kuchi, 0 dan 100 gacha 5,2 sekund. Yangicha kuzov, lekin shu quvvat va his-tuyg'u bo'limlar o'rtasidagi ko'prik bo'lgan. Subaru WRX CTI 2014 2,5 litrli turbo motor, 310 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 5 sekund. Texnologiya bilan qurollangan haqiqiy zamonaviy salon. Subaru WRX 2022 yangi davr boshlanishi. Boksyor 2,4 litrli turbo dvigatel, 275 ot kuchi, 0 dan 100 gacha 5,5 sekund va eng zamonaviy shassi. Subaru Impreza 1995, 2001 va 2003 yillarda WRC'da jahon chempionligini qo'lga kiritgan afsona. U haqiqiy yo'l sardori. Yo'l sharoiti va ob-havoga bog'liqsiz harakat qila oladigan to'liq private tizimi bilan mashhur. Impreza dizayni va suratlari butun dunyo avtomuxlislarining qalbini zabt etgan. Subaru Impreza yo'ldagi har bir metrni jang maydoniga aylantiradigan mashina. Uning simfoniyasi turbo shovqini. Rallida u raqiblarini yo'q qildi. Bu haqiqiy yo'l qiroli va u hali ham o'z tojini yo'qotmagan. Siz Subaru Impreza haqida yana qanday ma'lumotlarni bilasiz? Kommentariyada yozib keting.